dadam bir qahramon. Men uni juda yaxshi ko'raman. Faqatgina men emas, hamma uni yaxshi ko'radi. Mahallada kim ko'rsa boshimni silab, sening dadang haqiqiy mard odam deyishadi. Rosa bir yil bo'ldi. Men bilan dadamni bir-birimizdan ajratishdi. Uyimizning eshigi momaqaldiroqdek taqilladi. Momaqaldiroqdan rosa qo'rqaman. Dadam eshikni ochar-ochmas bir garoq odam uyimizga bostirib kirdi. Hamma joyini tintuv qilishdi. Hatto o'yinchoqlarimni ham. Dadamning kitoblarini stolni ustiga to'plashdi. Bir yozib, qopga to'ldirishdi. Dadangni mehmon qilamiz deb olib ketishdi. Mehmondorchilik shunchalik ham uzun bo'ladimi? Onamdan dadamning aybi nima deya so'radim. Dadam fikrlari sababli jinoyatchi emish. Oyi, fikrlar jinoyatmi deya so'raganimda, ulardek fikrlash jinoyat emas, dadangdek fikrlash jinoyat dedi. Nima demoqchi bo'lganini tushunmadim. 4 kundan keyin oyim bilan birgalikda sudga bordik. Duo qil qizim, dadangga Allohdan qo'rqadigan sudya chiqsin, dedi oyim. Men Allohdan kim ham qo'rqmasligi mumkin? Hamma qo'rqadi. Demak, dadamni qamashmaydi, dedim. Sudya dadamni qamoq jazosiga hukm qildi. O'sha kuni Allohdan qo'rqmaydiganlar ham borligini bilib oldim. Bir haftadan keyin dadamni oldiga xabar olgani bordik. Qamoqxona juda uzoq edi. Dadamni qamashgan joy yomon odamlar qoladigan joy ekan. Mening dadam yomon odam emas-ku, hammaga yordam beradi. Hamma uni juda yaxshi ko'radi. Mening dadam haqiqiy qahramon.